Salam sevimli dostlar, yaxşımısınızlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ailem programmasi. Men program riyosatchisi Tilrabo Abdus. Programmamizni Şinjan Tilrabo Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi Cho'mila balla yurishlik mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik taraqqiyot markazi, Şinjan Unum Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamiz yana Şinjan Al-Xumar Mablag' silish Çeklik Şirketi va Şinjan Abida Bio Pantexnik Çeklik Şirketi alayda qo'llagan. Dostlar, biz programımız yol qo'yilib bugün kadar her son programımızda cemiyetimizden her saha, her kesbideki netice kazangan ilgar idelik atalarımız bilan birlikte ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalar quloq soldik. Shundaqla ham yana o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonimizdagi nurg'ulg'an savollarimizga javob topdik. Her son programımızda yana psixikalik yetaklashib berish uchun Şinjan İdrak Psixik taraqqiyot markazidan Muborak muallimni alay taklif qildik. Qarshi olamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugun programımız təklif qilgan sevimli ailə əzalarımız zadi kimdir? Birlikdə görüb baxaylik. Ekranımızda izi həm töküpsü va dağlıq riyasətçi, görüş nisbati üstünlüyünə egələyən Məşrəf Elçi proqramımızın köpünü qayılğan riyasətçisi, Şinjan Mahirə Mədəniyyət Taqtiş Çəklik Şirkətinin qurğucusu Mahirə Abdığini və onun oğlu Ənzər Ənvər. Buldu bugünkü programımız təklif qilgan sevimli ailə əzalarımızın səhnimiz təklif qilib aldıq. Unda olsa bu dostlarımızdan qızğın salamlarına bir qulaq salaylik. Yaxşımısınızlar? Salam ekran aldiki qadrli ko'rman do'stlar. Ailem programmasiga ailesi uchun diqqat qilayotgan sevimli qarindoshlar. Salam Dilrabo, salam Muborak. Bugun riyosatchi sifatida emas, bir ziyorat qilmoqchi sifatida o'ltiribman. Bu bir rohat to'yg'i ekan. Rahmat sizlarga. Yaxşımısınızlar? Men degan Ənzər Ənvər. Mayra Abdığı'nın balası. Ben bu şey geldim. Rahmet sizlerge. Sana rahmet. İşe kadar geldinler? Maşayda geldik. Kim eydi? Abam eydi. Mayra maşinaydı orası. Unutma üzerine operasyon bakan geçer. Benim bilişimden de Mayra işkimiz 20 yıllık dost. 2000 yılı tanışkan, bana hazırgıça 21 yıllık kadem koyduk. Bir yatakta yatkan. 20 yıllık hem kesipdaş, hem savaqdaş, hem dost. Qaldı lekin biz rasmışlıq can soğaqda bir karvat yetib çıxagan. Kimnin tamaq kartısını pul boz, şunun kartısını pulunu qayılab. Cəmdə şuna yaxşı ötken dostlar. Kesipdim həqiqətən nəticə qazanğan. Ən mühimi aildim bək məsuliyyətcən bir ana. Ən mühimi şu vaxtlardan tasıblam Mayra nayti plan bilən iş qilishni yaxşı görətdi də. Özüge hər vaqt can elan qılıb durdu, hər vaqt özüge qararlıq plan qılıb durduğan bir dostum. Hazırmı mən pravo deyim, mən deyəcəmmedim. 2 yıl oldu Mayra şunda yaxşı məşnəydi atıqda. Demək, Ənzərdən sorğum kilovatı şunun bilan. Apan öydümü, şunda həmmə işdə planlıq, orundab, sizlərgə məsələn bir plan bilan iş orlaşdırıb qılamdı qımamdı? Bilməz. Qanaq adətdə öydə? Bizden neyim qışqımız bolsa to'y oldu. Bizim bek amraq qapımızga. Ya endi mening balalarim mo bek amraq. Məsələn, sen bugün məyli ügünüş qılğın, qılmağın. Məyli sen bugün top məş qılğın, qılmağın. Məyli sen bugün özən qılışıq tegishlik işlərini qılğın, qılmağın. Faqat kar yoxmu? Yo'q, kar var. Unda asqanda mesela işkanlar bala, munchilik vaqtda men mana ishlarni o'rinlay. Sen munchilik vaqtda munda ishlarni o'rinlig'ing demdi demammi? Ha, deydi. Qanday deydi? Ashuni bir deb bera bizga anglab baqaylik. O'xshash deydi o'sha. Masalan, qaysi ishda? Masalan, bala mening ishim bor. Ha. Sen ma topshiriqni ishlab bo'lib, endiki ma kitobni o'qib vet, endiki men ili qaytib kelib jon chaqilman deydi. Ha. Anınki shu bo'yicha qildi. Sen shuna o'rindaysan. Undan xo'sa bayı anladık ha, öydə məlum bir plan var deb. Muş planni əməlgə aşırış üçün ança-munça vədləşib mi qoyamsızlar? Vədləşib desək, pek rasmiyalat ötüb ketib adam qaysı vədlərini bəgən bu qoyduq da qoylab qaldı ekanman. Lekin muş pravının gepini dedi baya Dilrabo. Demisimi men Dilraboga turmushda to'l ta'kidlayman, adash pravo alsang bo'ladi deb o'ziga ayon
pravo alsang bo'ladi. Bu pravo qandaqdir o'zimizninki turmush g'ajitidan chiqish emas, bolalarning nurg'un ishlari bo'ldi ekanda. Bu bolalar kichik vaqtida sovuqda g'ay taksi to'samaydigan, g'ay o'ydikilarning ish chiqib qolsa biz ya ommaviy avtobus o'tirgan, ya taksi o'tirgan cho'qim mana shunga majbur bo'lamiz. Mushlarni ko'z tutib, men shu pravini ilishda, mush balam bilan bir hikoyam borda. Agar buni va'da berish deb aytsaq, mushu va'da mening pravi ilishimga sababchi bo'lgan. O'g'lim 4-yillik vaqtida, 2 yil oldida kurs qapirmanda shanba-yakshanbada. Ko'pincha chaqda shanba-yakshanbada yo'ldishim ishlab qoladi. Shuning bilan ikkimiz ya taksida o'tirishga yoki 10-yo'lga o'tirishga to'g'ri kelib qoladi. Ba'zida sovuqda to'ngab qolamiz. Shu vaqtda o'g'lim menga dedi, Anzar, "Opa, pravo olgan bo'lsang, falon do'stimning opasi mashina deyalaydi-ku, ularga bak qulay bo'ldi-ku, sen olgan bo'lsang" deb qoldi. Degani ki, rost gapni aytsam muborak, Dilraba o'qib, bak qiziqib ketmayman. Men qo'yib bersa, balkim bu yillardan olmayman. Nimishga deganda uy bilan idoraning oralig'i bir tamla ayirib turdi. Qo'rodan chiqsam idora, idoradan kirsam uy. Shunga ayliqi, mengancha hojati yo'q-ku o'ylab baqsam deb oldirmab ekanman. Shuning bilan bu balam tuyuqsiz qalam bir narsa keldida, alay bo'ldi. Lekin ikkimiz va'dalashaylik. Bu ila qandaqdir tuyuqsiz o'ylagan narsa emas, tuyuqsizlik kelib qolgan bir fikrda qalamga. Ikkimiz va'dalashaylik balam. Men pravo olay bu yil. Sen natijangni yaxshilashga tirishib baqqan bo'lsang, chunki mushu shanba-yakshanba sen kursga akilishimmi, sening natijang ko'tarilgan bo'lsa, qurdoshlaring ora natijang yaxshiroq bo'lsa, albatta o'zingga bir rohatlik bo'ladi deb o'ylayman desam, bo'shroq ma'qul dedi. Chunki naq shu vaqt 4-yillik vaqtda o'g'limning o'rganishda azroq qiynalib kelayotgan, darsliklarni olamayotgan, shuni biz kurslarga ko'proq opirib, bumi o'zi charchayotgan paytlarda, shuning bilan men dedim, oraliqni uzoqroq qo'yaylik. Shu 1-oy mezgili bo'lsa, ta'tilga chiqqan vaqt, men 8-oyda pravo olay, 8-oyning 1-gacha. Sen 5-yillik o'rlagan imtihonda yuqori natija bilan 5 yuqori deb men 100 numur deb turib olmayman, 90dan tushib kelsang bo'lmaydimi demayman. Har holda hozirgidan ilgariroq holatda natijang yuqori bo'lsa yaxshi bo'ladi desam, darhol ma'qul dedi. Shuning bilan ikkimiz boshlab ketdik, lekin tizimlatmadim texi. Chunki men uning oldida Dilrabaning xabari bor, 2-3 qitim tizimlatib, u vaqti o'tib, sho'pirlik maktabning menga telefon qilib berib bo'lgan vaqtlari. Lekin men 3-qitimda o'qishimda men o'g'lim bilan va'dalashib qoldim. Shuni pat-pat söylaydi, "Opa, o'rganyapsam" deydi-da. Oxiri bir kuni g'ayratga kelib tizimga oldirdim. 1-turni o'rganaman. Buning bilan tang bu topshiriq ishlaganda men 1-turning kitobini o'qiyman. O'qib mana qara, men o'rganyapman. Senmi g'ayrat qilchimi? Men imtihon bermay yaqinda 1-turdan deb tushirib, oxiri idoradan yillik ta'minlashlarimni olib turib, chunki men bu amaliyotga cho'kkanda, bu 3-tur kelganda men yillik ta'minlashimni olmasam, o'rganolmaydigan holatda yillik ta'minlashimni olib 3-turlarni tamomladim. 7-oyning o'tirig'iga kelganda men rasmiy 4-turga tayyorlik qilib o'g'limga dedim. Mana men senga va'damni o'rindadim. Sen cho'qini. Bu vaqtda balamning natijasi chiqdi degandek, balammo xeyli zo'r ilgirlash bo'ldi. Shuningdan keyin Anzarning o'rganishga bo'lgan qizg'inligi dastlabki o'ziga besim qilgan holdidan biz otani bo'g'chi his qildik ekanmiz, bir baldaq ko'tarildi. Aslidagi balam qilsang bo'ladi, balam qara soat monchi bo'ldi, o'rganishingni qilmasang aytigan qo'polmaysa degan holtimizdan o'zligidan o'rgandigan. Balkim yeshim cho'ng bo'lgan vaqtda 5-yillik chiqdi degan gap 11 yoshga o'zligidan o'rgandigan holatga o'tdi. Har holda har ikki taraf va'damizni o'rindigan bo'ldik. Endi mushu bo'yicha meningcha bolalar bilan savdo xarakterini olmagan. Lekin anamı özünün tirishchanligini namoyon qila oladigan, bolalarmi mush tirishchatda o'zini namoyon qilib bo'lmaydigan tarafdan raqobatlashish bek to'g'ri usulmikan deb o'ylab qoldim. Mabek yaxshi usul. Mening hozir his qilganim nima degan chaqda, mushu 2 oydan-chu bek to'g'ri bo'lgan ishda. Birisi balkim ba'zi atalarimiz bunda o'ylab qolishi mumkin. Men sendek vaqtda rost tirishib o'rgangan bolam. Endi mening yeshim to'xtab qoldi. Kallama burunqidek ishlamaydi. Bek chiroyli banarimiz bor, mancha operatsiyaga chiqqan, tushgan degandekchi. Shunlashqa men o'rganmayman, lekin sen o'rgangin deb boshnoq deydi. Bu hamda balaga toza harakatlantirgich kuch bo'lanmaydi. Eng yaxshi bo'lgani qaysi degan chaqda meningmi o'zimga tushliq, o'zimning turmushiga va yeshiga tushliq o'rganish nishonim bor. Sizga o'xshash. Unda bo'lsa mening nishonim pravni qo'lga olish. Unda bo'lsa sening yeshingga va sening hoziringga tushliq, sening nishoning nima? Ikkilimiz nishon yo'lida
tang tirishib baqayli degan ma bir ahtamdichu va'da. Andin yana bir yaxshi yer nima degan chog'da biz oldingi sonlardan deb o'tdik unumlik hamroh bo'lish deb. Unumlik hamroh bo'lish endi o'tirishlar emas, endi o'tirib tang nishoni uchun planliq harakat qilishmi biz deyotgan keng ma'nodagi unumlik hamroh bo'lish. Endi bu yerda ikki yo'nalishda foydasi bor. Birinchi nishondagi foydasi yuqorida men deb o'tgan bola nuqtasini aytganda, endi ota-ona bo'lish nuqtasida nima foydasi bor degan chog'da mendimi ilgirda bir harakatlantirgich kuch yo'q deydi. Masalan, Mayra dedi, bir necha qitim tizimlab qo'yib, uning vaqti o'tib ketgan ishlari bor bo'ldi deb. Siz u chog'da ap qo'ysam bo'ladi-ku, lozim bo'lganda ishlataman degan bir niyatda shunchalik bilimizni bog'lagan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu qitim nishonimiz ajoyib suzuk. Men balam bilan va'dalashdim. Tang tirishman deydigan nishon turilgan chog'da u endi sizga nisbatan harakatlantirgich kuchi oldingi necha qitimnikidan nechasi kuchli bo'ldi. Siz mana hisobda 20 yildan o'shiroqli vaqtda pravni olgan bo'lasiz. Menimcha ota-onalar mushu bolalarga o'zing tirishqin, sen cho'qim tirisha olaysan emas. Menmi tirishiman, senmi tirishchanlik yo'lida men senga hamroh deganni bildirib etsak, bu ikki tarafga bek yaxshi bo'ldi. Andan men yana bir kichik nuqtani his qildim. Balam 4-sinfga kirgan chog'da shu darsga ilgirligin dedim, lekin bek yuqori talab qo'yib etmadim deganingiz uchun bek to'g'ri. Odat qanday bo'ldi o'rganish degan chog'da mening funksiyasini olib o'tganda bu endi o'rganishsi mang'u, o'rganishni bek yaxshi ko'rdi. Qanday vaqtda o'rganishning usuli nihoyat yaxshi bo'ldi degan chog'da aslidagi qiyinlik darajasidan faqatlam 15% atrofida qiyinlik darajasini yuqori ko'targan vaqtimizda andin yaxshi sumrish bo'ldi, yaxshi o'rganish, yaxshi ishlab chiqarish deymiz endi bizchu. Shunday narsalar bo'ldi. Agar 15% dan eshib ketsa-chu, masalan, sal oqidroq mengayotgan bolalar bo'lsa, bu 20 daraja oldiga tashlab etgan bolam. 10 ning ichiga kirgan, 5 ning ichiga kirgan deb qiyinlik darajasini biroqlam yuqori ko'tarayotgan chog'da avi unumsiz bo'ldi. Shunga sizning mayli hech qisi yo'q, bir yil vaqt berman. Asta-asta kelgin degan gapingiz ma qaydiga bek yaxshi tushibdi. Bunisiga ma bolamning mijozigimi, anzarning o'sib yetilish jarayonidagi alohidliklarigami, anzarga besim qilgan qaraganda anzarni asta-asta uyg'otish bolamga bekrak tushidi. Uning ustiga endi har kim kirpi bolam, yumshoq qog'i bolam, oppoq, hech kimga o'zining bolasi nuqsoni bor ko'rinmaydi, g'amimizga oppoqli ko'rindi bolalarimiz. Demsin bular oq qog'oz. Lekin anzar azaldan kichikidan amaliyot bayat namra bo'lish to'g'riliqni gap chiqdi. Ayol ishkilimizning xizmatini nisbatan aldirash, cho'nglar bizning yukimizni ko'tarib ketgan. Lekin balam bu nuqtani to'g'ri tushungan holatda asta-asta o'sib yetildi-da, o'sib yetilish jarayonida mo'yliq anzarga qila, ita, qilmasang bo'lmaydi degan buyruqqa qaraganda, qilib baqsang qanday bo'lar balam? Sen mushtaqroq qilib baqqan bo'lsang, menimcha yaxshi bo'ladi. Men aslida o'ylagandim, lekin oxiri yaxshi bo'ldi yoki bo'lmadi deyish orqali o'zimni yoki dadisi o'zini misol qilish orqali hatto cho'nglarmi o'zining bolaligidagi hikoyalarini so'zlab berish orqali bolamga bek ta'sir qildi. Bolam hikoya anglashni yaxshi ko'rdi. Ba'zi vaqtlar bizning kichik vaqtimizni so'raydi, sizlar qanday qildinglar deb. Biz deb beramiz. O'zi anglashni xohlagan vaqtlarda biz deb beramizda. Lekin o'zimi asta-asta kelishni, bir xil 5 kunni og'ziga tiqsa, qarag'anda qabul qila olmaydi. Shu bolamning xarakteriga qarata bu bizni bek ayaydi, asraydi. Men bugun oldi da'vatime. Amaliyot 12 yoshlik bola bilan rahmat bolam, sen bizni bek ayding, sen bundaq ishlarni qilatding deydigan tiq boldur. Har qitim o'ylasam, men ham ta'sirlanadigan, ham suyundigan, ham g'oyatlik burularimning yetishib qolgan bir hikoya bor. Balam 5 yosh vaqti, 7 yil avval biz mashrab programmasini suratga olib 90 ga bordik, yoz vaqti. Endi 90da baldur kun chiqdi. Onun hava haddidan ziyod issiq. Bizga rejissorlar degan vaqtda cho'qqum sahar soat 3 da, ya'ni yerlik vaqt 3 bilan biz sahnaga kelib bo'lishimiz kerak. Kun tiklishib ketganda ko'rinish olsak, sifatsiz chiqadi. Masalan, 10 da, 9 larda ko'rinish olsak, o'chaq kun bektik, artistlarning chiroyi chiqmaydi, biz riyosatchilarga yaxshi emas deb kechti yig'inni ochdi. Dam olish kuniga to'g'ri kelgan mashrab bo'lganligi uchun shanba suratga olganligimiz uchun balamni ilib olibdi-menda. Bu men agishibdi. Hozir o'ylasam, men borsam bo'ladi desam bilan deganki, avvaldan avilib kechti yig'in ochganda bumi bor. Shuning bilan rejissorlar dedi, "Mayra, bir odam o'rlashtirsak, bolangiz qarab tursa, siz naq maydonga kelmasangiz bo'lmaydi" degandan keyin men kechti o'zi bilan deyishdim. "Anzar, bolam, men rejissorlar anglading.
Səhər saat 3 senin hissiyatındaki yarım kecha. Biz maydonga chiqib bo'lishimiz kerak. Chiqmasam bu mening xizmatim balam. Sen o'zing bilib kelding, mening xizmat qilganimni bilib kelding. Biz bu yerga o'ynag'il kelmagan to'q. Shunga әті сәһәр қопышқа ғайыртаң бамы dedim. Енімді yana bir xizmatdeshim bor. O xizmatdeshim mo'yliq ikkimizning suhbatiga qarab o'tirdi deganki bu cho'qim qopima dedi. Men o'yladim. Ay, at qandaq bo'lam, shuni so'rashtirib qopa balam. Balam vaqtda işte deb so'rab ko'tirib ketaman men desakni. Chunki atiganda choch o'rishim kerak, girmimni qilishim kerak. Nurg'un izat uxlamsam bo'ladi u kecha men. Şu bir saat göz yumgan buldum, kopup çaşlarımını örüp, çıraylık perdizimni qıp bulup, səknigi menişini aldı da, asla yeniq gap balam, tünügün deyişken vaxtımız tuşupdu dedim. Sep içtik uykusunu içip, buna da kopup bilip ciddileşip geldi. O ciddileşme dedim. Eylik xizmetleşim hazırlık işteydi dostumcu. Mayra, men Enzar'ın 5 yaş vaxtıda mana apa deb kopup ketkinini hazırlıkça oylayma deydi. Şunu o'ylasam, albatta mening o'g'limga rahmat aytadigan, o'g'limning meni xizmatimni qo'llab, to'g'ri tushunib, garchi bolaligida bo'lsa-mu, lekin haqqiqlikni tashlab turib, men opamni qo'llashim kerak degan tuyg'usini baldir uyg'otganiga rahmat. Xo'sh o'tdi. Eng muhimi hozir Anzar shu chaqda, u chaqdagi 5 yosh, balkim bu ko'nglida men opamni qo'llayman degan narsalarni o'ylab bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hozir balkim 5 yosh vaqtida shu ishni ya aslayolmaydi, ya aslayolmaydi. Naytu sus esida bo'lishi mumkin. Hozir aslayadimsan Anzar shu ishni? Toza aslayolmaysan. Masalan, sen hozirgi hissiyotingda, opang yana shu ishga keldi deylik, hozirgi o'yinchi kesh vaqtingda. Shunaq aytgan tursang deganda sen cho'qimni tursa, u aniq-ku, chunki sen 5 yosh vaqtdan tura olgan, hozir texim tursa. Hozirgi hissiyotingda sen nima o'ylab turib tursa, masalan? İştirak qilsam, opamning namusi yaxshiroq chiqmaydi, shunga opam piqiq qilib bermadi. Ha, ya'ni yaxshi, men bu xizmatga moslashishim kerak degan o'ylaysiz. Hargizmi bu yerda opam qopib ketsa, qopib ketay. degan narsa emas, shunaqku. Mayraning keyligi parang bilan yetaklish uchun pek to'g'ri ekan. 5 yoshlik bola shundaqu, 5 yoshlik bola bu kichikku. O xizmatlarimni tushuntirishim, rejissorlarning ta'tilini ezib ichirishim, Acəsiz deb qaraydı Nur adam. O'ylab qilish mumkin, lekin Mayra unda emas. 5 yoshlik balam unda bo'lsa aldin. Xuddi cho'ng odamga, o'zingizdan bir tang tush odamiga tushuntirayotgandek tushuntiribsiz. Endi tushuntirish jarayonida iltimosning yo'nalishi bek to'g'ri. Masalan, qo'pishing kerak. Qo'palasanmi? Ma'sul to'g'ri. Yoki uning keyniga agar qo'palsang men qo'pishingni umid qilaman ya iltimos qilaman yoki menga yordam qil, ma to'g'ri. Endi xatolik qanday vaqtlarda yuz berdi degan chaqda biz ilqi bolaning qo'polmay qolsa o'zini ayblab ketmasin, gunohkorlik qilib hissiyotiga petib ketmasin deb keyniga qanday narsani qo'shib qo'yishimiz mumkin decha qo'polmamda ya. İşte ki bulutsuz alet gözgüreydi qo'polmasam maylijumu, lekin meni ko'rib qolib yig'lab, apam yo'q deb yig'labsan majumu deb qo'polmasam bo'ladi, yig'lash ehtimolliging bor degan belgilarni biz bolaga berib etamiz. Lekin Mayra miyada paranglashganda bulutsuz aletki narsa yo'q. Ma yetaklash, ma til jihatga yetaklash bek pakiz bek yaxshi ekan. Lekin Mayrani hozir Anzardan boshqa yana bir kichik o'g'li bor. Umbek umaq hozir 4 yosh kirdi, shunaqmi? 4,5 yoshga. Masalan, hozir Ikramnimi masalan xizmat munosabati bilan sir bilan chiqadigan, xuddi shu Anzarning kichik vaqtidagidek, shunaq faoliyatlar bo'lamdi. Cho'ng balam bilan kichik balamning o'sib ketilishi tubdan o'xshimdi desam bo'ladi. Cho'ng balam Anzar cho'nglarning ko'proq bizga yordam berish asosida biz bek ko'p ham qilmasdan Bundaqcha aytganda xeyli vaqtlargacha men hatto balam borligini xud unutib qolgandek. Bundaq desam balam azoblanib ketmasin, o'zim chaqchaq qilib deyman. Chunki bu tunji balam, mening kichikroq vaqtimda tuqqan balam. Anvar ishimizning faoliyatlari va yoki xizmatlari bilan bo'lsa, opamlar har ikki tarafdagilar ansirmanglar balam biz bor deb turganligi uchun bizda besim tuyg'usi ko'p emas. Ikkinchi balamga kelganda endi bizga qaragan aqlimiz cho'ng bo'ldi. Endi cho'nglarga besim beraverishninki to'g'ri emasligini his qilib qoldi ekan. Eng muhimi biz tuyuqsiz ikki dadamdan ayrılıb qaldıq. Bizga nisbatan kutilmagan bir ayrilish bo'ldi. Shu mezgilda naq balam tug'ilgan vaqtiga to'g'ri keldi-da. Aldı keyniliqi ko'ngil parakandichilik, tuyuqsiz ayrilish degandek azobning ustida xo'shallik bizga nisbatan umid olib kelgan Ikram tug'ildi. Ikram tug'ilgandan keyin ham oilamizning havosida qaytadan bir yengilnish Şığılığımız bolsa-mu balıq qarab turib dadımızın o'rniga kelgandek hissiyatda o'zimizni bezlab bu balığa nisbatan bütün mehr muhabbetimizni berdik. Hem ikki opamni ayab, ikki opamga ko'p
ig'rimizin samayli degan yo'sinda bir singlimni topgan bo'ldim. Bu singlimga ait yaxshi chiqdi. Bu qizmi maxsus mushu kasbda pishib yetilgan bir qiz bo'lganligi uchun balamga ko'p qarshi oilada ko'p yukimni yengillatdi. Mush jarayonda hamda ko'proq vaqtim, zehnim, ham xizmatningmi har holda ko'p xush bo'lmay o'ylasam, burunqidek bak besiqqa oldida emas. Normal yo'sinda men balaga oilaga yetisha oladigan yo'singa cho'kdim. Nimil degan bilan cho'nglar degan bak tajribalik, bizga qaraganda ko'p narsalarni cho'nqur o'ylamdi qandaq. Mushi balamda masalan her ikki opam dadam buning bilan ko'p paranglashdi, hamroh bo'ldi. Anzarning tuyg'usida balaligida bir mukammallik borda, bizmi bor, cho'nglarmi bor. Shuning bilan Anzar kichik vaqtda quloq mollasi deb qo'yamiz-ku. Kichkidan boshlab cho'nglar nimda bo'tadi, hikoyasi qanday bo'tadi deganni bak yaxshi anglagan balam. Tuyg'ulari bak o'yg'oq balam. İkramı şundaq yo'q, lekin ikramda biz ikki opamni ayab ko'proq opalarimizni dam elish qizo'lab turib, biz o'zimizga tortib boqqanligimiz uchun aksicha ma balam qaraganda masalan 5 yoshida uyg'ona olgan Anzardan ikramdan o umidni kutamayman. İkram bakroq akrak chiqdi. Lekin u bak aqlliq tuyg'usi o'yg'oq deyman, bir ishlar bo'lsa mening yoki bo'lmasa men mush oilada birdan bir shahzoda o'xshayman degan tuyg'usi bak uchuq. Ma o'g'limda bo'lsa men aka bo'lganiki yo'l qo'yay deydigan narsa bakrak ifodalanyapti. Endi biz buni besib turib uni kutaganimizmi xato. Shunga bakrak so'zlayman yo'q, lekin u balamga ma davlat tilida ko'proq so'zlab qoldim. Chunki yaslininki ma qabul qilayotgan muhit sharoitda u balamninki davlat til saviyasi yaxshi. Shunga uning bilan fikr almashtirganda davlat til bo'yicha bo'yatdi. U balammo sağ-salamatchilikni va sog'lom o'sib yetilyapti. Bo'lsa ko'proq nuqtalarda aksidan o'rgansab o'zigim deyman, sen bak yaxshi ulga, iningga nisbatan bu tarafdan men sendan bak xotirjam deyman. Agar aksidak o'sib yetilish jarayonida normallikni qabul qilib, aksidak bizning ko'nglimizga yaqin, ko'nglimizga baland bo'lib o'sib yetilishni ikramning mubakmi xohlayman. Hem şundaq bo'lishga tirishchalik ko'rsatyapmiz. Yana nishada menimcha Anzarning hissiyotini bilgim keldi. Nimishqa deganda ufqsi bo'ldi, shundaqmi? Shu eng ufqon bo'lgan vaqtki, ishlar esingda bormi, yo'qmi ufqon tunji ko'rgan vaqtim? Bor. Ha. Qanday kechadi? Ilaqa ikramni kutagan odamni o'qimayman. Lekin birinchi putun ko'rsatgan uni. Ha. Putun ko'rsatib, birdan ikkinchi ayni ko'rganda, biza qip qizil turdi. Ha. Buni qarchichi bulam kimsem Trump o'xshatdi. Lekin cho'nglab o'syapti-mi? Merimga kelganda Bu güzel. Onun lekin bay apang deydi-ku, bek aklaydi, kichik bo'lgan ekan, sal aka, aksi jiqroq yo'l qo'ydi deb. Masalan, sen uyda aklab, seni bo'zaq qilib oldigan, urib oldigan yoki bir narsalarni sening bo'lsin, yo'q bu degan mening deb zo'rlik qildigan ishlar bormi, yo'qmi Fukkaning? Bor, ilaqa qilsaqtasi ash vaqtida tomoqni akkirsam, ko'z dimg'idi men qarab turdi. Yugurib kelibsan, tomoqimni akilib, "O'tta" dedi. Lekin birdan 5 minut o'tgandan keyin aka choy akkipa dedi. Lekin men choy kirib berman. Meva yeb o'tirman, o'tamoq yedi. Masalan, ashunda vaqtlar ko'nglingni qanday o'ynaysizlar? Bo'ptilar, Fukkan bo'lgandan keyin kichik emasmi deb o'ylamsa yoki bo'lmasa Minom qo'stim ichib ketgan do'st, nimdat qilishdi kaskicha deb achig'im kelamdi. Biroq etim achig'im kelib qolgan vaqt bormi, yo'qmi? Bor. Lekin uni tilmagan. O'zim qo'shiqqa kirib, bir qo'shiq yavolgan. Ma'lumot o'maq hikoyaga yaxshi yeri 2 balninki yosh farqi necha yosh? 7 yosh farq qildi. Bizning cho'ng o'g'limiz Anzar xeyli ish bo'ldi. Ma balamiz texnik kichik yo'l qo'yishning nimaligini bildi. Lekin yosh farqi nayti, 1-2 yosh farq qilgan bolalarda agar biz diqqat qilmasak, qaysi xil ahvol yuz berdi degan chog'da, xuddi shu kimningki Mayraning hissiyotiga o'xshash kichik bosliq kelgan chog'da otalar oldidagi bolni ketkizib qo'ygan yerlarimni ma bolamda to'liqlayman deb bakrak tirishchanlik ko'rsatgandan keyin mushu bolga yon besib qolgan ahvollar bo'ldi. Masalan, Fukkan bo'lsa kichik emasmi?
yo'l qo'yiversang bo'lmamdi. Hatto uyunchiq talishib qolsa, masalan, akasining bir mashinasi bor, enisining bir mashinasi bor. Lekin enisi o'zininkini o'ynab, akasinikini o'ynayman degan chaqda bu ikkisi endi yig'ilishib qolsa, biz onalar qisman ahvolda qanday qilib qolamiz ki, sen cho'ng bo'lganki ufqanga yo'l qo'ysang bo'lmamdi deb. Diqqatdan miyada ikkili bolaning yosh farqi bek kichik, ham ikkilisi kichik. Balkim birisi 4 yosh, birisi 5 yosh bo'lishi mumkin. Bu vaqtda biz nimani bilmadik degan chaqda bolaning egilik huquqiga daxl taruz qilyapmiz miyada-chu. Amaliyotda bolda ma'u narsalar meningki bo'lgandan keyin endi men xohlasam seninki bo'ldi degan narsani biz ash vaqtda yetildirishimiz kerak. Bolaning yosh farqi cho'ng bo'lsa, bayqidek to'g'ri yetaklab kelsak bo'ldi. Lekin bolaning yosh farqi kichik bo'lsa, cho'qim ikkisiga tang asosda. Unda bo'lsa, men ikki narsani men sizlarga ayrim olgan. Miyada biz baharlash tarbiyasini bersak bo'ldi. Almashtirib o'ylab boqamizlar. Kelishim tarbiyasini bersak bo'ldi. Unda bo'lsa, sen manchilik o'ynamsa deb miyada cho'qim yetaklash kerak. Agar bexaslik qilib, sen aksi bo'lganki, u qachon qarshi bir yosh cho'ngdan tang yetilib mangadi. Shu uzun cho'ng bo'g'icha aks yo'l qo'yib qolsa, u chaqda aks miyada men so'ygidan soni qiyib keldi. Butun so'yga yetib kelmay deydigan ma'qul narsaning sayisi tushib qolsa, o çağda ehval taz yok. Müşü iş çünkü ben nakmışım demek istedim. Çünkü bizden ayrıldı bacı. Menin kız tantanla bir yaş 9 ay fark oldu. Onun için işkilisine asasen özem qaragan ben. Bizden çoğunlarının qaraşı imkaniyeti yok. Şu an ben izcil bay mübarek malım degandek çoğun boy fikrinizni buptudan fikriniz emasmi kichik emasmi deb baxmidim. Çünkü nurg'un balada İkinci tug'ilgandek kelam, ba'zi bir filmlarda ufqam tug'ilsa bir o'rmonga qapirib tashlansam bo'ladi. Ufqam bilan bo'lib ketib, opamlar bizni unutib qoldigan o'xshaydi deydigan filmlar bor emas. Bolalarning hissiyotida balkim shunday o'ylaydi. Shu mushundaq narsaniki paydo bo'lib qolishining oldini olish uchun biz cho'qim kichik bola tug'ilganda boy deganga o'xshash, "Sen sovg'a deb kelibdi ufqam" degandek bir xo'shallik, ufqam kelib Menden apam dadamla tatlı ağlamaz. Ben soğukatlarını yiyip kaptım. Ben bilen de yaxşı tanışqısı var ki afkamdan. Ben bilen yaxşı ötkisi var ki. Diyen hissiyatını veriş bilen bir vakitte her vakit ufkusu ama akan bu diyen senin. Bu diyen senin hedem. Eğer hedem boptu desen sizler bile o insanlar buldu. Diyen muşundaq kelişim arqılı, bir-birse yol qo'yish arqılı yetaklash kerak. Çünkü muş narsa men bahçe quchiraydi. Men naq mushun demek istedim. Muborak malum shuna yaxshi ko'rsatadi. Anin yana bir xil usul bor. Masalan, bu balam yolg'iz bala. Yalğız bala, xo'shnamning balasi bor. Xo'shnamning balasi bizning uyga o'yinga kirdi. Shu bilan balamning naydi umma qo'nchiqini yaxshi ko'rib qolib, ikkisi birga o'yindi. Lekin xo'shnamning balasi chiqib ketadigan chaqda, "Men qo'nchiqni men chiqib ketaman" dedi. Biz balamizning ruxsatini so'ramay turib, "Ha, bo'pti bala." Ayna, ishni olmaydi. Bitta qo'nchiq qo'y, sizning qo'nchiqlaringizni jiq qo'y deb. Mardlik bilan, sexiylik bilan balani chiqarib yetimiz. U chaqda yana nima ish bo'ldi? Boy degandek balaning igdorlik huquqiga biz hurmat qilmadik. Asli shu vaqtda balam berishni xohlamsiz. Ba'singiz mundaq yaxshiliklar bo'ldi, mundaq xo'shallik erishasiz. Agar ma balni bermayman desam, unda bo'lsa biz qo'shnimizning balasi va balasining onasi bor-da. U jannat ilmiylik bilan kechiring. Mening balamning hozircha buni belgisi yo'q-ku. Buguncha belgisi yo'q-kan, atiyani kirib birga o'ynanglar jumu deb bala tarafda turib, ma balni qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lmasa, buni belgingiz bo'lmasa, boshqa bir narsani beransiz, yoki almashtirib ba. Chuqur balni ruxsatini berish kerak. Nurg'unlar shunday qildi-ku, bo'pti, ishni bo'lmaydi, mehmon emasmi? degandek balni bersa. Balam sattirdi, unda qilmang sizlar degan adash qilmang. Bu endi ayad bala yorlindi ayadi-chu. Appa, menga qara, men miyada bor deydigan bir signalni berdi appa. Shunda yaxshi paranglashyotimizda Anzarning hissiyotini o'rtaqlashib, undan keyin temamizning 5 yildan biz shunday go'zal bir va'dalar, planlar to'g'risida paranglashgandik shunaqku. Bu 2-3 yil burun Anzarning 4-5 yosh vaqtidan boshlab kichik planlar, kichik va'dalar bo'lib ekan. Demak, mushning bilan to'xtab qoldinglarmi? Ya hozirgacha bu go'zal odatlar davomlashyaptimi? Hozirgacha bor. Masalan, shu men burun basketbolga hozirgidek amroq emasdim. Shu mushtalab o'ynab qo'ydim. Uxmayman, qaysi kuni dadamning o'ynag'ini ko'rib ham amroq bo'lib qoldim. Dadam uning oldida bir kichik qarab beribdi-ku uyga. Uy qopig'anda. Lekin men ish topolmay, o'shuni o'ynab. Lekin 2 oyning ichida shu o'limi o'sibdim. 15 santim chiqsa, 2 oyda 15 santim o'sdi ekanda demak vallahi. Anzar shu vaqtda birinchi qitimliq shu mezgili, qish vaqtlarga to'g'ri keldi. Demsimi Anvar ishladi, shuning bilan men, opam, 2 balam bir oilada
töşük beşinin qadrimi o'tilgan yilqi töşükka nisbatan qaytadan muhabbat uyg'ongan mezgil shu. Endi yomon tarafini desak, hammamiz ichimiz siqildi uyda desak, 11 tarafi lekin ailega rasmiy yo'sinda qaytib, qo'sog'idan ruhimiz bilan, jismimiz bilan kirib turib, qozon beshik qaytadan o'tib, onliq qaytgan mezgil shu mezgili bo'lsa kerak. Shu vaqtda opam bilan navbatlashib aytamizda, ba'zi kunlar opam balam senmi charchab qolding, men aytay deydi. Ba'zi kunlar men tamoq aytay deymiz. Anadan keyin bolalar bilan mush bolalar eng yaxshi ko'radigan hatto do'yillarda ba'zi bir tamoqlarni ko'p opam aytib deydi, ma'qul deb tamoq o'g'inish ba'zi itamadigan tamoqlarni itib yeb yiqib deganda ko'ngillik o'tkazdik. Shu mezgilda patpat o'zining ustixini qaraydigan bo'lib qoldi-da, Anzar. Samirib qopdimi? Opam mening bo'yim manchika deb. Lekin xo'shallik bilan demaydi. Aldırmay o'ssa bolam hech qisi yo'q, bak aldırmagan desammi, lekin men egiz bo'g'im bor deb. 1 metr 90 bo'lsam bo'larmi deydi o'zini. Seni 1 metr 90 bo'g'im bormi desam, uningdan egiz o'skin bor deydi. Undaq bo'lsa harakat qilsam yaxshi o'ssa deyman. Anki dadasi bilan telefonda yoki bo'lmasa videolik paranglashganda, dadasininki burundan biz to'y qilmasdan burunmi shu basketbol o'ynaydi ekanda. Bak havas kuchli basketbolga nisbatan hozirgacha do'stlar bilan ma'lum bir basketbol maydonlarini ijara olib turib, oyda cho'qim berib o'ynaydigan bir odati bor. Kichikdan bu balamni agashtirib olibda, Anzaram o'g'il olgan ko'proq dadasi bilan agashib bir yerlarga berish amroq. Shundan bu mushi yechingda bakrak. Basketbol o'ynasang o'ssa deb dadasi telefonni ko'proq debdi-da degandan keyin opa, men basketbol o'ynasam bak tez o'sadi ekanman deb. Dadam shunday deydimi desam, "Ha" deb, "To'g'ri." Demisi harakat qilsa o'sidi-ku endi bu aqlli savodamimiz uchun. Amsa o'ynagan lekin qo'shnilarga daxl tarus qilmayman deyman-da. Chunki bu bolalarning badanamda hozirgi bolalarga ustixonlik bo'lgandan keyin biz bino uyda o'tiramiz. Har bir sakrisa pastga qo'shnilar bilan sirayman. Yoshqi cho'ng bo'lib qoldi, xijil bo'lmay pat-pat koridorlarda uchirsa-da, xijil bo'lib qolmay bolalarim sal uylarda varang-churang bo'lsa, to'g'ri tushunuvchi uchun muddabil o'zlarini qo'yib turman. Chunki ularning muhitiga daxl tarus qilmasligimiz kerak. Balamning ta'kidlagan asosda buningga sakrimsi bo'lmaydi. Sakragandimi ko'proq diqqat qilsang bolam deb bichar bolam azroq boshqa yerlarim bor, lekin Anzar bu vaqt men bilan emas, cho'ng opasi bilan, mening opam bilan va'dalashdik. Opam dedi chaqchaq qilib, bir kun o'ynab at unutib qolarmi bu balam ham dedi. Deganki, qarabdi, men kunda o'ynayman dedi. Kunda tamoqni yeydi, azroq sangdirib bo'lib o'ynaydi, g'oyat targa cho'milib ketadi. Anzar birdan damib oldi saqmi. Yo'q, deb o'ynab bo'ldi, at birinchi qilgan shu qopni bo'yini o'lchaydi. O'zimda siziq qo'ydi. Yataq o'yining temiga. Bugun manchilik o'sib, "Opa" deb ba'zi kunlar bir hafta o'tgan. "Qara, mo'yag chiqibdi bo'yim" deydi. Shundan bilan inisiga bo'lib berdi, osti rasm sizaydi. Sizab kunda bolam yeg rasm sizmagan ikram desam, "Qo'ya" deb ustidagi avu. Akam siz deydi. Sizg'anni ko'z tutib, akam sizg'anlik uchun men sizdan deb turib kulkilik ishlar bo'ladi uyda kunda. Kunda ikram pika qolganda mening qo'limdan tatib mekka deydi. Aytsam, "Qo'ya" deb akasini sizg'anlarini ko'z tutib. "Ha, bo'pti, akangning bo'yi o'sib ketibdi" desam, "Qo'ya" deb ashta qartidi. "Voy, sen sizg'an rasmga" deymiz. Ashta qilib shurib, bizga bilinmabdi. Raskatlaysam, menga bilinmabdi. Ishqay u juqum tükkandan keyin sirtlarga chiqsak, masalan, yetilab bolamni apmasam, qo'lim qo'shnilar yoki do'stlarimiz yoki boshqalar uchun, "Voy, Anzar, nimdoq o'sib ketding" deydi. Bu bolam meni qaytadan jonlanib ketadi-da, hayajonlandim. Qarsam rost deganda bundaq yenimga kelib bag'rimga tangsam, burun yedirek bo'lsa, qo'lig'imning yoniga kelib qoldi-da. Men xo'sh bo'lma, endi o'g'lim demak bo'yining o'sishini xo'shallik topadigan yeshi o'xshaydi hozir. Shunga texnik harakatni ko'proq qilishga, musharakatni davomlashtirishga deb o'ylayman, chunki Anzarning hozir basketbolga nisbatan alayliklar xilil ko'rinib, ham o'zim izchil kurslarga beryapti basketbolga oid. O'zim basketbolchilarga nisbatan jiq filmlarni ko'radigan bo'lib ketdi. Men tonimayman raskat qilsam tarbiyachilarni. Chet elning basketbolchilarining tarixidan tatib so'zlaydi menga. Tug'ilgan yurti, qachon tug'ilgan, oilasining hikoyasi. Demak, qiziqish bolalarni shu kasbdagi odamlarningki hissiyoti, hayotiga nisbatan so'rab akirdi ekanda. Hozir mening bolamning asosan qiziqayotgan hikoyalari mush basketbolchilarningki turmushiga oid bo'lyapti.
Bu ailede pek güzel bir iş varken vədi beriş, endi nişanı, iniq sözü qilish, şu haqqida hareketlerini ap beriş. Mesela bayqi balamninki men buyum üsümen degan hikayesi, oğullar buyum üsümen desa qizlarning qandaq hikayesi bo'lsa, kichik turib apa men samirib ketibman. Biz kunde cınga çıkan ki kızlar mı? Mesela 7-8 kızlar mı çıkıp cınga çıksa biz o çağda mesleğimiz kilip, lekin gap sözü dikkat kılmaya kılışımız mümkün. Mesela küçükten durup sizge nemi gapta oruqlaş. Lekin Mayra'nın yaxşı yeri buyun üsüdü balam şu kanşik bultan apandadağdan bize ilgizrek bulu sen mahın nəsi yok. Buludu üst üçün namda qısan buludu maaşları dikkat qığın, izcil qığın dep 3 noktada bek yaxşı yetekleşip beripti. Onda bu kızlar ucu. Ben bu haqda kızım bilen paranlaştımda kızım o men bu tuyuqsuz semirip ketken keyin men öyde kunde cınga çıkan keyin mendiki teşviş balamga küçüdü de köçtü. Küçüp o kız alma oruqlay degende şunun bilen onda bolsa kızım bilen paranlaşıdığan bek bezi vaqt geldi dep balam sınıfta tang tushki balla 4-sinfga chiqdi-ku, 3-sinfga chiqdi. Oruqlash haqida gap qilamsizlar deb başlasam, qarang deb bir jadvalni ichib berdi. Balalarning bir jadvali bor ekan, chunki hozir internetdan foydalanishni hamma balalar o'qidi. Uningda nima bor ekan desam, apısının boyu egizligini yazırken, dadısının boyu egizligini yazırken, öz tug'ilgan chaqdagi boyu egizligini yazırken, onu bir hesaplaydigan formula barkan, taxminan boyu egizligi chiqamdi ekan. Boyu egizligi chiqib bo'lgan ekan, unda bo'lsa, mancha yoshda sen mancha kilo bo'lsang normal. Mancha kilo bo'lsang, penshu o'riq kirsan, mancha kilo bo'lsang, sen samirib ketgan bo'lsan deydigan bir rasmiy ilmlar jadvaldagi bir o'lchamlashgan jadvali bor ekan. Sinfdagi bu endi ularniki paranglari shu dars oralig'ida qizlar bilan. Agar biz bu chaqda balam sizga nima qo'yibdi, o'riqlayman degicha tamoqni vaqti-vaqtida yeb, darsingiz yaxshi o'qing, yaxshi qilasiz. Unda desak bu xato. Shuning bilan endi bu vaqtda siz mening yordamimga ehtiyojliqmi? Siz qaysi o'rin ekansiz hozir desam, shunaqa qizil qalam bilan jumla qilib qo'yibdi. Sizlarning sibda hamma qizlar mushtaq qilamiz desak, bir necha do'stlar mashina va'dalashir ekan. Biz unda bo'lsa, har haftada samirib ketmayli bo'lsa, mana o'ruq o'lchamlik degan yerga kirli deb. Shu vaqtda ularning bizning kutadigan nima desa, dal Mayra degandek. Unda bo'lsa mening qanday yordamim kerak? Unda bo'lsa sen bu nishonga qanday yetmoqchi, qanday izchillashtiramiz deb mundaq atmasak, u chaqda balalarmi ko'tarangi holatda o'zining nishoniga yetalaydi. Rahmat, Muborak malimga rahmat, Mayraga rahmat, Anzarga rahmat. Bugun shunday ko'ngilli suhbatlashdik. Har qitimliq suhbatimiz shunday ko'ngilli bo'ldi, chunki hammamiz yosh ota-onalar balalarimiz bilan tang o'sib yetilyapmiz, nurg'un narsalarni balalarimiz bilan tang o'rganyapmiz. Shunga naq maydondagi bizlar emas, ekran oldidagi nurg'unlagan ota-onalarningki ko'nglida nurg'unlagan qulub sep qo'ygan savollar bo'ldi. Balki mush programmani ko'rish jarayonida Mayraning bir og'iz gapi, Anzarning bir og'iz gapi, Muborak malimning bir og'iz gapi bilan bu qulublar taraq ichilib ketib qolishi mumkin, shundaqku. Albatta, ihraldagi nurg'unlagan do'stlarimiz bak yaxshi usullarni oldi deb o'ylayman. Bo'ldi, oxirida sizlarga azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Busimi buni cho'qib ekranga g'ash ketisizlar o'ylayman-da. Nusran qizillari. Rahmat. Ondan boshqa bizning chumulininki bu vaqtlar bolalarga, shunaqla onlarga mos keladigan butunlay to'ngyichi dorilik o'simliklardan ishlangan dorilik cho'pchilarni. Rahmat. Bolalarni chilsanglar bo'ldi, o'zing putung chilsang bo'ldi. Biz səlişimiz adətçi. Ama dekin, balalarniki buyunan texim egiz buluş üçün köp xil vitamin içimligi bilan kalsiy sinik içimligi bizning chumuladan eng mahsuloti. Nega yaxshi? Anzarga eng mos kelgan savollar bu. Onun dekin Kuyumcan çoğapanlarga Al-Xumarninki aqsilliq jigdilimi chash asrash mahsuloti. Rahmat. Çoğalarga g'ash ketinglar. Lekin Mayraning safarlari ko'p, sirtda ishlar jiq, besimlari ko'p deb, mushu idrakning eng mahsuloti bo'lgan besim yenikli shamrayini so'qildik. Yana bor. Eng oxirda idrak psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan oilaviy qumtaqda o'yinning yaxsiz kartasi bilan chaqmoq tezligida o'rganish usulini o'rgatadigan maxsus karta. Nega yaxshi xonim Anzar Alloh aka. Rahmat, Muborak opamga. Chiqon bir aytishlar berib qumtaqda o'yinni o'ynab beqishinglarni tavsiya qilamiz. Muborak malim o'zi yetakchilik qildi. Bo'ldi, sizlarga oxirida ko'pdan ko'p rahmat. Ekran oldidagi sevimli do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar haftalik programmamizga erishaylik. Xayr xo'sh. Analar izleyen sifat, balalar teşna xuşallık, işenç, muhabbet, çümül ailesi de.
ana muhabbeti eng safdır. Çümöle balalar yürüyüş asraş soğatlık yürüyüşlüğü. Çümöle. Hozirgi zamonda kim chechiga yilim chopidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chopdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilimi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilimi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqroq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilimi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilimi quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana balla, abide gazlık soda suyunu muz bilen tüketirsiniz. Bek beyzi. Her bir jutunda sizge o'xshamagan tam tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa